Assalomu alaykum barcha bizni kuzatib turganlarga. Xudo xolasa universal dramikalarimiz tayyor bo'lmaganlari, bu yoqda tayyor bo'lganlar. Xudo xolasa misat motkalik, alyumin motkalik har xil variantda bor. G'ildiraklilari bor, kurchoklilari bor, galka bo'ltligi bor, g'ildiraksizi bor, hampaligi bor, pushkaligimiz bor. Pushkaligimiz ham noodatiy. Yongan boshlab turadigandan bor. Yetalab yursa ham bo'laveradi. Oyog'ida kattagina g'ildiraklari ham bor. Motorlarimiz 4 kilovatт 3 motoratdan mis motorlik, alyumin motorlik bo'ladi. Orqasida to'k o'lchab turadigan avtomati motorlarimiz o'zida ham to'k ko'rsatib turadiganlar bo'ladi. 100% medni, xudo xolasa. Alyuminlilari bor. Narxlari 2.8 mingdan boshlab 3.5 million so'mgacha bor. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Xudo xolasa 3 yildan beri shu drablik sohasi bo'yicha ishlaymiz. Garantiyalari bor 1 oydan. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz ham bor. Xorazm, Qoraqalpog'istongacha dastlabki qilib beramiz, xudo xolasa. Kimga shunaqangi universal drabliklar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilsalar, pastga telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Xo'p, eng asosiy va ko'pchilik so'raydi. Qalin materialmi, yupqami? Materiali qanaqa? Xo'p, asosiy pichoq turadigan joyi qalin stengalik turma bo'ladi. Uni qo'limda ham ko'rsatib turaman. 0.7-0.8 1 sm-gacha qalinlikda bo'ladi. Tepalari ham yaxshi qalin materialga bo'lgan. Xo'p, bu yoqda pichoqlilarni ko'rsatsak. Xo'p, pichoq chiqmadi. Bunisidan ko'rsatamiz. Pichoqlarimiz xudo xolasa mahaviga tayyorlangan bo'ladi. 20 talik, 24 talik tishlilar bo'ladi. Setkalarimiz makka bug'doy, don mahsulotlarini kepam holatda qiladigan, mardani makkani yorma holatda qiladigan, o't qashadi, mayinlashtiradigan tezaklar. Xo'p, drabelkalarimiz motorlari o'zimiz ochib tekshirib ko'ramiz, xudo xolasa. 100% medni bo'ladi. Misli berganlarimiz garantiyalik. Har bitta apparatimizga 1 oydan garantiya beramiz. Xo'p, makka, bug'doy, somon, poya, mol boqadiganlarda ishini xudo xolasa yengillashtirib beradi bu apparatlarimiz. Pastga telefon nomerini yozib qoldiramiz. Savollar bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rasalar ham bo'ladi yoki kommentariyaga o'z fikrlarini yozib qoldirsalar ham bo'ladi. Ishlarimiz xuddi mana shunaqangi bo'ladi.